Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı və Xi Jinping'in O'rta Asiya səfəri. 14 sentabr Xi Jinping O'rta Asiya səfərini başladı. Gerçi səfərinin asaslı məqsədi Özbekistonda ötküzüldiğən Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərinin yuqori dərəcəlik başlıqlar yığınına qatnashish üçün bolsa-mı, amma Xi Jinping üçün bu səfər alayida əhəmiyyətə ega bir fürsətdir. Çünki bu səfər Xitayning G'arb dunyosiga qarshi dunyoviy kuch birligini hosil qilishi va bu orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini terrorlikqa qarshi kurashning buyuk g'alabasiga aylantirishiga ta'sir ko'rsatgan muhim safardir. Şanghay Hamkorlik Tashkiloti va Uyg'urlar masalasi. Şanghay 5 davlat kelishimi bo'lsa, Şanghay Hamkorlik Tashkilotining eng dastlabki qurilmasidir. Şanghay 5 davlat kelishimi 1996 yili va 1997 yili Şanghayda imzolangan chegara rayonlarda harbiy sohada o'zaro ishonish kelishimi va chegara rayonidagi harbiy kuchlarni o'zaro azaytish kelishimini ko'rsatadi. Ya'ni atalmish Şanghay 5 davlat kelishimi dal bu ikki kelishim asosida borliq kelgan. Bu kelishimning Şanghayda imzolanishi va Şanghay nomi bilan atilishidanla mazkur 5 davlat hamkorligining Xitoy tarafidan shakllantirilganligini faraz qilish tas emas. Darvaqa Xitoy hukumati 1996 yildan boshlab atalmish 3 xil kuchlarga qarshi turish bahonasida O'rta Osiyo va Rossiya bilan xavfsizlik jihatdagi ittifoqdoshlik nomida bu tashkilotga asos solgan. 1996 yil 3-oyda Jiang Zemin atalmish 3 xil kuch, ya'ni Uyg'urlarga qartilgan 7-nomerlik maxfiy hujjatni e'lon qildi. Mazkur hujjat 1996 yili Beyjingda chiqarilgan Xitoy Kommunist partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining Xinjiangning muqimligini qo'g'dash to'g'risidagi yig'inining xotirasi edi. Xitoy hukumatining 7-nomerlik hujjatida navbatda Xinjiangning muqimligiga ta'sir ko'rsatayotgan asosli xavf terrorlik, bo'lginchilik va asabiylikdan iborat 3 xil kuch deb ko'rsatgan. Buning bilan Uyg'urlarni 3 xil kuch nomida yo'qotishga qonuniy asos yaratgan. 2001 yili 11 sentabr vaqasi yuz berishdan 3 oy burun Şanghay 5 davlat kelishimi asosida Şanghay Hamkorlik Tashkiloti Şanghayda 3 xil kuchlarga zarb berishni bosh nishon qilib qurilgan. Demak, Şanghay 5 davlat kelishimi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yildizidan yo'qotishining tunji qadami bo'lsa, Şanghay Hamkorlik Tashkilotining qurilishi Uyg'urlarni xalqaro hamkorlik ostida yo'qotishning boshlanishi edi. Darvaqa 11 sentabr vaqasidan keyinla Uyg'urlar xalqaro terrorlikqa bog'lanib, dunyoning nazaridan yiroq qoldirildi. Chunki 1970-yillarning oxiriga kelganda Xitoyda qabohatlik 10 yillik madaniyat zo'r inqilobining ma'lumotchiliklari oxirlashgandan keyin Uyg'urlarning atalmish islohot va ishni sirtqa echib etish sepidan tepib chiqarilishi Uyg'urlarni Xitoy hokimiyatining dushmaniga aylantirishning dastlabki alomatlari edi. Chunki Deng Xiaoping 1978 yili atalmish islohot va ishni sirtqa echib etish siyosatini yurgizganligini e'lon qilganda Xitoyning buningdan keyingi yo'li so'qqan chotni oshkorlamaslik, ya'ni Xitoycha Tao Guang Yang bo'ladi deb yo'l yo'riq bergan. Bu so'z Xitoyning buningdan keyingi xalqaro diplomatiyadagi ish qilish usulini ko'rsatadigan so'zlik bo'lib, asosiy maqsadi va qilayotgan ishlarini xalqarodan sir tutish, ishlarni yangi ichida qilish qatorliq ma'nolarni ifodalaydi. Shundoq bo'lg'achqa 1980-yillarning oxirida Uyg'urlarning Xitoyning haqsiz muomalalariga qarshi demokratiya, barobarlik va erkinlik, shundoqla mustaqillik va hurlik uchun ko'targan cho'qonlari xalqarodan sir tutilgan edi. Hatto bugungacha Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga ortgan terrorlik, asabiylik va bo'lginchilik tuhmatlari orasida 80-yillardagi ashu ovozlar yer olgan emas. Chunki bundaq ovozlar xalqaroda atalmish 3 xil kuchlarga emas, balki Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidagi qonunsiz bostirishlarini echib berdi. Shundaqla Xitoy hokimiyatining Uyg'ur diyorida mustamlikachilik siyosati elib berayotganligidek haqiqatni oshkorlaydi. Bundaq bo'lganda Xitoyning Uyg'urlar ustidagi hukmronligining asosiy ta'virlanib qoldi. Şanghay 5 davlat kelishimi va Şanghay Hamkorlik Tashkiloti bo'lsa, Uyg'urlarni Sharq Turkiston bilguvchilari, terrorchilari va asabiylari degan tuhmat ostida xalqaro terrorizmga mahkam bog'lab, ularni dunyoning dushmaniga aylantirib etish, ondan tal-to'kis yo'qotishni maqsad qilib qurilgan bir tashkilotdir. Demak, 11 sentabr vaqasidan keyingi xalqaro terrorizmga qarshi turish to'lqinida Uyg'urlarning millat sifatidagi qonunlik talablari Xitoy hukumati tomonidan Sharqiy Turkiston 3 xil kuchlari nomi ostiga apchillik bilan yoshirilib, oqibatda irqiy qirg'inchilikning asosiga aylantirilgan. Xi Jinpingning O'rta Osiyo safari va uning Uyg'urlarga bergan signali. Xitoy Şanghay Hamkorlik Tashkilotini qurg'uvchi asosli davlatlarning biridir. Xitoy Sharqning NATOsi deb atalgan bundaq bir tashkilotni qurib chiqqanidan va uningdan erishgan foydalaridan intayin mamnun. Bu vajidan mazkur tashkilotni kuchlantirish va taraqqiy qildirish Xitoyning eng muhim ishlaridan biri hisoblanadi.
Shanxay hamkorlik tashkilotining Xitoy diplomatiyasidagi roli intayin muhim. Chunki uning a'zolari ichida Xitoy, Rossiya va Hindistondan iborat 3 cho'ng davlat bor. Navbatda Eronmi mazkur tashkilotga a'zo bo'lib kirib, Shanxay hamkorlik tashkiloti Yevro Osiyo, Janubiy Osiyo, G'arbiy Osiyo, hatto Xitoyning cho'ng quruqliq rayonlariga qo'shni davlatlarning hammasini o'z ichiga olgan qoplash doirasi g'oyat zo'r bir tashkilotga aylandi. Xitoy bilan Rossiya uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti chegara bexatarligini qo'g'dashdagi mustahkam qo'rg'on bo'lib, Xitoyga nisbatan buning qiymati nihoyatda zo'rdir. Bu vajidan Xitoy hukumati Shi Jinping vazifaga o'tirgandan keyin 2013-yili Xitoyning Marshall plani deb atalgan atalmish bir balvoq bir yo'l qurilishini rasmiy yo'l qo'ygan edi. Kuzatuvchilar bu qitim Samarqandda ochilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlari yig'inning asosli maqsadi G'arbga qarshi birlik saf hosil qilish ekanligini taxmin qilmoqda. Chunki Ukraina urushi boshlangandan buyon Xitoy hech qachon Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligini ayblagan emas. Gerçi Rossiyani qo'llaydiganligini oshkora bildirmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Rossiya bilan Ukraina orasidagi urushda hargizmi G'arb tarafda saf tutmaganligi nihoyat aniq reallik edi. Analizchilar gerçi Xitoyning bu urushda Rossiyani oshkora qo'llash ehtimolligi haqida har xil farazlarni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy yanala Rossiyani ayblamaslik bilan kupoylandi. Bugun qaraydigan bo'lsak, bundaq kupoylanishdagi maqsadning to'plangdan to'g'ash o'g'irlash ekanligi suv yuziga chiqmoqda. Ya'ni Rossiyaning Ukraina urushida o'ylamagan yerdan ojiz kelishi Xitoyning O'rta Osiyo rayonidagi kuchini mustahkamlashning eng yaxshi paytini hozirlagan edi. Darvaqa Shi Jinping bu qatimliq yig'indan foydalanib, o'ziga qo'shin to'plab Amerikaga qarshi kuch birligi shakllantirishni maqsad qilganligi aniq. Rossiya bo'lsa, Ukraina urushidagi mag'lubiyati sababli Xitoyga texmo bog'lanib qolishi mumkin. Buning natijasida Shanxay hamkorlik tashkiloti kategoriyasida Xitoyning ta'siri yana bir baldoq ko'tarildi. Navbatda Xitoy hokimiyati Amerika boshliq G'arb dunyosi bilan ideologiyalik surkilish holatida turmoqda. Bu holat navbatda texmo quyuq bo'lgan so'g'uq munosabatlar urushining yangi bir maydon shapsini bermoqda. Amerika boshliq G'arb dunyosi Ikkinchi dunyo urushini oxirlashtirib, insoniyatning o'rtaq qimmat qarashlari bo'lgan erkinlik, barobarlik va demokratiya prinsiplari asosida dunyoning yangi kun tartibini barbod keltirgan va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilishiga asos solgan edi. Amerikaning sobiq Sovet ittifoqi bilan yarim asrdan ko'proq davomlashgan so'g'uq munosabatlar urushi G'arb qimmat qarashlariga tahdid paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo oqibatda bu urush G'arbning g'alabasi va sobiq Sovet ittifoqining yemilishi bilan natijalangan edi. Halbuki so'g'uq munosabatlar urushi oxirlashib, xalqarodagi kommunist davlatlar bir-birlab yemirilib, butkul dunyo yer sharilishga yuzlanganda G'arb qimmat qarashlari yana bir qator ideologiyalik og'ir krizisga duch keldi. Bu krizis dal kommunizm ideologiyasini saqlab, G'arbning erkin bozorida taraqqiy qilish va kuchlanish fursatiga erishgan Xitoy edi. Halbuki Xitoy kuchlangandan keyin o'z tuzilmasining G'arb demokratik qimmat qarashlar asosidagi tuzilmalardan afzal ekanligini tashviq qilishga boshladi. Amaliyotda Xitoy xalqarada bozorga selayotgan tuzum afzalligining yiltizi dal Shanxay hamkorlik tashkilotining qurilishiga asos bo'lgan uch xil kuchlarga zarba berish xalqaro hamkorlik sistemasidir. Bu hamkorlik sistemasi ostida Xitoy har qaysi ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda hokimiyatga tahdid deb qaralgan kuchlarni davlat ichi va sirtida pokiz tozalash fursatini hozirlagan edi. Shundaqla a'zo davlatlar orasida o'zaro ishonch asosidagi hamkorlik ramkasini vujudga keltirgan. Bu dal Shanxay hamkorlik tashkilotining qurilgandan buyongi xizmat mexanizmidir. Diktator davlatlarning bu tashkilotga a'zo bo'lishi va qo'llashi Xitoyningla emas, balki o'zlarining siyosiy va davlat xavfsizligi manfaatlariga uyg'undir. Ular bu tashkilot ichida o'ziga keladigan har qanday tahdidlarga o'rtaq taqobil turish bilan birga, o'zi istagan foyda manfaatlarga erisha oladi. Holbuki G'arb demokratik qimmat qarashlarini prinsip qilgan xalqaro organlarda bo'lsa, bu xildagi diktatorlik va mustabidlik aslo qabul qilinmaydi. Demak, Xitoyning atalmış tuzilma afzalligi dal diktator davlatlarni birlashtiradigan kuch bo'lib, bu qatimqi Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini dal bu kuchning o'zini ko'rsatadigan maydondir. Yig'ib aytganda Shi Jinpingning O'rta Osiyo safari Uyg'urlar uchun xayrli ish emasligi aniq. Chunki Shanxay hamkorlik tashkilotining qurilishining asosi Uyg'urlarni uch xil kuch nomida yo'qotishni maqsad qilgan. Yaqinda BDT kishilik huquq oliy kengashi Uyg'urlar haqidagi dokladini e'lon qilib, Xitoyning jinoyatlarini insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkin deb qaradi. Shundaqla bu jinoyatlarni cheklimasiz tekshirishni talab qildi. Navoda Xitoyning Uyg'urlar ustida o'tkazgan irqiy qirg'inchiligi BDT tarafidan tekshirilish fursati yaratilib, bu jinoyat xalqarada rasmiy usuldagi irqiy qirg'inchilik deb qabul qilinsa, bu jinoyat yolg'iz Xitoyning emas, balki Shanxay hamkorlik tashkilotini
patqoqqa tiqishi mumkin. Bu vəcidən Xi Jinping Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının gücünü xalqarada kengaytishga, texmi ko'p davlatlarni bu jinoyatga sherik qilishga muhtoj. Shunday qilgandila Xitoy Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının terrorluq, əsəbilik və bölgünçilikdən ibarət bu üç xil kuchga qarshi xalqarалық harakatining buyuk natijasi və Xitoyning tuzum afzalligining isboti sifatida xalqaraga tashviq qilish bilan birga irqiy qirg'inchilikdagi jinoiy mas'uliyatidan qochib qutula oladi. Uyg'urlarning inkosi qanday bo'lishi kerak? Uyg'urlar uchun navbatdagi xalqaro vaziyat yanada foydali bo'lib, dunyo sovuq urushdan keyingi yana bir qatimliq ideologiyalik bo'linish davriga kirgan bu paytda butkul g'arb dunyosi Uyg'urlar bilan bir safda turmoqda. Demak, Uyg'urlarga eng foydali bo'lganimi g'arb demokratik ellar bilan bu hayot mamotlik kurashda bir safda turishdir. Bu vəcidən Xitoyga qarshi har qanday qarshilik harakatlarda g'arb demokratik qimmat qarashlarini prinsip qilishi, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligini haqliq ko'rsatishiga asos bo'lgan har qanday harakatlardan yiroq turishi kerak. Bo'libmi Xitoyning 11-sentabr voqeasidan keyin Uyg'urlarni xalqaro terrorizmga bog'lash orqali irqiy qirg'inchilik yurgizganligini aslo unutib qolmaslik. Xalqarada Uyg'urlarning terrorlik bilan aloqasi yo'qligiga ishonadigan g'arb davlatlari bo'lgandek, Uyg'urlarni terrorlik bilan munosabatlik deb qoralaydigan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıdan iborat bir g'oyat cho'ng xalqarалық hamkorlikning borligini aslo asdan chiqarmaslik kerak. Chunki Uyg'urlar yolg'iz Xitoy hokimiyatining emas, balki Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıdan iborat buyuk bir xalqarалық tashkilotning yo'qotish obyekti qilingan bir xalqdir. Faqat demokratik g'arb dunyosi bilan bir safda turishlar bizni bugungi qabahatli qismatlardan saqlab qolishi, go'yo Ukrainaliklardek kuch va umidga to'lgan kelgusiga ilib bora olishi mumkin.